cho'y-chaqa barakasini bilasizmi? Cho'y-chaqa berib bo'y bo'lganlarni-chi? Siz cho'y-chaqa bersangiz bo'y bo'lasiz. Ishonasizmi shunga? Cho'y-chaqa berib turish kerak. Biz ko'pincha tilanchiga sadaqa qilamiz. Yo'q, tilanchiga hech qachon sadaqa qilmang. Qaytanga cho'y-chaqa bersangiz, masalan, taksidan tushgan paytingizga 1000 so'm, 2000 so'm ziyod bering taksiga. Anu cho'y-chaqani barakasi juda zo'r bo'ladi. Mehmonxonaga bordingizmi? Mehmonxonani tozalaydigan uborkachilar bo'ladi. Ularga har kun, hech bo'lmasa 2 kunga bir cho'y-chaqa berib turing. Birinchidan xursand bo'lganidan sizga 10 barobar xursandchilik keladi va bergan pulingiz 100 barobar, 1000 barobar bo'lib o'zingizga qaytadi. Ya'ni xonangizni har kun o'zi kelib tozalab, kerak narsalarni, shampun, sovun, pastel, yana nima, sochiq shunaqa narsalarni vaqtida almashtiradi. Bu cho'y-chaqaning sekreti. Senyoritalarim, cho'y-chaqa berishga odatlaning. Bu meni bitta